Hech qachon ko'rsatmagan natijangizni ko'rsatish uchun hech qachon qilmagan ishingizni qilishingiz kerak. Ko'pchilik o'zini maksimal ishlayapman deb o'ylaydi. Lekin bu katta yolg'on. Odamlarning 99% o'z imkoniyatlarining yarmini ham ishlatmaydi. 50% bu chegara. Siz charchadim deganingizda aslida miyangiz sizni shunchaki ehtiyot qilyapti. Sizning xayolingizda harakatingiz yetarlidek. Men harakat qilyapman-ku deysiz. Lekin ishoning, muvaffaqiyat siz o'ylagandan ko'ra ancha ko'proq harakat talab qiladi. Ancha ko'proq. Bu xuddi suv 99 gradusda qaynamasligi kabi. Siz 100 gradusga yetishingiz kerak. O'sha yetishmayotgan olov bu azobli mehnatdir. Qachonki siz boshqalar bo'ldi, bas deydigan nuqtada davom etsangiz, aynan o'sha nuqtada haqiqiy o'sish boshlanadi. Bu chempionlar hududi. Boshqalar chiday olmaydigan bosim sizni olmosga aylantiradi. Oddiy harakat oddiy natija beradi. Noodatiy natija kerak. Noodatiy ishlang. Kutubxonada tunab qoling. Zalda hushdan ketguncha ishlang. Loyihangizni qayta qiling. Siz boshqalar erisha olmaydigan natijani faqat shu yo'l bilan olasiz. Bu sehr emas. Bu shunchaki siz to'lamoqchi bo'lmagan narx. Bu yerda asosiy savol bitta: qo'lingizdan keladimi yoki yo'qmi? Bu savolga tilingiz bilan emas, harakatingiz bilan javob bering. 50% da to'xtamang. Batareyangizni to'liq quvvatda ishlating. Sizning bu dunyodagi o'rningiz aynan shu javobga bog'liq. Bugun chegarani buzing. Ertaga o'zingizga rahmat aytasiz. Qani ishga kirishamiz. 100% natija uchun. Siz bilan Mr. Logit bo'ldi. Mantiq bu kuch. Ko'rishguncha xayr. Like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang.